Oğlum, bizga bir 50 minglik go'sht tortib bering. Xo'p bo'ladi, hozir tortib beraman. 140 mingdan tushyapsizmi? 140 mingdan tushyapman. 140 mingta go'sht. Go'shtlaring narxi qachon ko'tarildi? Men har safar 125 mingdan olib ketaman. Qanaqa 125 ming? 140 mingdan sotyapmiz. Boring boshqa joydan oling, o'zi 50 minglik go'sht olar ekansiz. Boring. Mayli, yaxshi ish qilmadingiz ama. Tog'a to'xtang. Bolam, shu yerda ekansiz, ey. Uzr otaxon, shogirdga aytishdan chiqib qolibdi. Harjima 125 ming so'm. Tog'a biz harjima 125 mingdan go'sht olarlar. Usta, endi tushundim. Harjima 125 ming sotasizlar. Qolgan kunlari 140 mingdan. Bugun juma-yu, tog'a. Keling, 125 ming so'mdan go'sht tortib beraman. Mana tog'a 125 mingdan sotib qo'ydi. Rahmat. Abdurahmon, siz narxlamalarni ham biling, bu go'shtlarimiz narxlari alohida. Qo'rg'a go'shtlarimiz 100 ming so'mdan. Bular ham ilik go'shtlari 100 ming so'mdan, dandanalarimiz 130 ming so'mdan. Faqat novvoz go'shtlari. Novvoz go'shti. Novvoz go'shti. Tillarimiz, suvay, qiyma hamma yo'g'imiz bor. To'q go'shtlarimiz ham bor. To'q go'shtlar hech puldan. To'q go'shtlar 38 ming, 40 ming, 42 ming sortiga qarab, ha, manlovga. 7-8 xil ziravorlari bor. Hamma yo'qda o'rganib olsangiz, keyingi xalqni ko'rganda bemalol muloqot qilaverasiz. Tog'a, siz nima qarab turibsiz? Qolganlarni ham, yo, narx-navolarni eshitib juda xursand bo'ldim. Mana Adresni aytib o'rasizmi, o'zim aytib o'rayin. o'zing aytib bolam. Adresimiz Toshloq markazida, pochtaning ro'parasida, ofisnet yonida go'sht markazi. Kelaverasizlar. Go'shtlarimiz novvoz go'shtlari bo'ladi. Har juma o'sha 125 mingdan kelaverasiz, tog'a narxlari. Har juma kelib olib ketaman, sizlarga ham tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar.